Eshik romlarni 2026-yilda qaysi jihatlariga qarab tanlash kerak, shular haqida qisqacha ma'lumotlar beraman. Bu ma'lumotlarimni ilmdan asoslangan holatida, 10 yillik tajribamdan kelib chiqqan holatida sizlarga eshik rom tanlashda ketma-ketliklari haqida tushuntirib beraman. Ya'ni qo'limdagi detal, bir parcha. Bu romni burchak qismi. Ya'ni shuncha kichkinagina narsada oyna bor, ichida buni butili bor, germetikasi bor, silka gel bor, rezina bor, metal bor, ichidagi metalni qatiradigan rux samarez bor. Shuncha detal kichkinagina narsada bor. Endi bu sizlarga bir holat. Endi birinchi, ikkinchi qadamdan ketamiz. Hech qachon telefon qilib romchiga kvadrat metri nech bo'lib so'ramang. Bu juda katta xato. Kvadrat metriga mana yaqinda bo'lgan voqea, bir mijozimiz bizga zakaz berdi, undan oldin boshqasini chaqirgan, puligacha qaytarib oldi. Nima bo'ldi desangiz, kvadrat metrini surishtirgan mijozimiz, u $50 dan aytgan, $50 dan aytib uni chaqirgan. To'rttasi boshqacharoq narx aytgan. $50 dan keldida o'lchadi dedi, $50 dan hisoblab berdi. Qaysi profildan bo'ladi, nima bo'ladi desam, shunaqangi bir ajoyib yuqqa narsa ko'rsatdi. Dashi uni ko'rib turib farqiga boryapman o'zim hali qildirmasdan oldin. Shu metal, mana mashina rom, plastik rom. Umuman boshqa brendga asoslangan, brendni ham bilmay esimda yo'q dedi. Ko'rib turib shu joyda hafsanam solib ketdi dedi. Shuning uchun hech qachon kvadratga aytgandan keyin usta ham haq. Nimaga desangiz, $50 ga dedimi, $50 ni qilib beradi-da u. Chunki $50 aytdi narxini. Shuning uchun kvadrat metrga hech qachon hisoblatmang. Albatta uyingizga chaqirtiring. Chaqirtirgandan keyin birinchi o'rinda dizaynni kelishib oling. Qaysi tarafga ochiladi, romlarda ochilish qismi ikkita bo'ladimi, bitta bo'ladimi? Shu dizaynlarga to'xtam qilgandan keyin, ana undan keyin profil turlariga o'tish kerak. Hech ham xijolat bo'lmasa uyga chaqirsangiz, misol uchun uyli shu jarayonda ketyapti, qurilish jarayonlari ketyapti, hali eshik romlarga variant bor. Uchta to'rttasiga telefon qiling, sizga yoqqan Instagramda ko'rasiz, YouTube'da ko'rasiz, balki do'stingiz uyiga qilib bergan, o'shalarni qilib keyin o'zingiz taroziga solib ko'rasiz. Shu holatda ketyapti. Keladi, o'lchaydi. U ustani gap so'zini eshitasiz, qanaqa gaplar, o'sha odam psixologik holatida biladi, bitta gaplashganda ustani tajribasini. Shuni ko'rasiz, mana uyda ichki tarafi bu yerda darvoza, mana bu ko'cha taraf, ko'cha taraf. Endi buni ko'rinishini biz mijozga tavsiya beryapmiz. Agar xohlasang deyapmiz, primoy o'ynab beramiz o'rtasiga. Agar xohlasang deyapmiz, tepasiga pramuga beramiz deyapmiz. Bu pramuga berib, shu holatda qilsak bo'ladi degan variantni beryapmiz. U tanlayapti, mana bu tepasida bo'lsin deyapti. Kichkina mobilniy qismlar hammasi ochilish bo'lishi kerak. Bu ochilganda tashqi tarafda arta olish kerak. Shuning uchun shu dizaynni tanla. Bu ichki ko'rinishi, uyning ichki holati, bu tashqi ko'rinishi bilan oq bo'lgandan keyin qanaqa holatda turibdi. Shularda hammasini siz 2D holatida ko'z oldingizga keltira oling. Mana shundan keyin endi biz tavsiya beryapmiz. Aka, dizayn yoqdi sizga. Ha, yoqdi. Keling, endi biz sizga aka joyizdan kelib chiqqan holatida taklif beramiz. Ya'ni bo'yi baland, buni bo'yi baland, 3 ta rominiki, mana uniki kichikroq. Mana buni ham bo'yi baland. Mijozga aytyapmiz, panorama xohlagansiz, katta, bu deformatsiya bo'lib ketadi, qiyshayib ketadi deb turib, bunga termo variant taklif qilyapmiz. Bunga ham termo variant taklif qilyapmiz. Bu pastdagilarni bo'yi 2 metrdan edi. Bular 2 metrdan bo'lsa, bularni PVH, Engelbergdan qilsangiz bo'ladi. Engelberg plastmassalar termoga nisbatan o'zi aslida issiq sovuqni zo'r ishlaydi. Shum, izolyatsiya bulardan ko'ra kuchli. Prosta ularda katta bo'lganligini hisobiga mana bularga tavsiya qilmasligimiz, katta bo'lgani hisobiga O'zbekiston iqlimida deformatsiya bo'lib qiyshayib ketish ehtimoli bor. Bizning issig'imiz apasniy. Shuning uchun katta bo'ldimi, 2 metr 220 dan oshdimi, o'sha termoga o'tish kerak. Engelbergdan tavsiya qildik. Mana bu romlarda 1 2 3 4 5 6 7 ta. 7 ta rom Engelberg. 3 ta rom detal termo. Tashqi ko'rinishi bir xilmi? Ha, bir xil. Tashqi tarafidan umuman rangida farqi yo'qmi? Rangida umuman farqi yo'q. Lekin siz budjet tarafidan arzonroq qildiryapsizmi? Arzonroq qildiryapsiz. Lekin effekt ko'rsatish qanaqa aytsangiz, effekti kerak bo'lsa bu termodan ko'ra yaxshiroq buni. Lekin siz $1000, $2000 shu yerda plyusdasiz. Shuning uchun joydan kelib chiqib mutaxassislar o'zi sizga tavsiya beradi. Ularni eshiting. Ana undan keyin bularni hammasini eshitdingizmi? Ularda detalni endi yozib chiqish kerak. Misol uchun deylik, birinchi o'rinda nimasiga savol berasiz? Profili, ismi va brendi nima? Misol uchun Aqua Plus, Engelberg, Vesta Plus, Alutex Plus, Ecopen Plus, nimadir holat Plus. Brendiga e'tibor berasiz. Profilidan boshlanadi birinchi qadam. Sizning savolingiz shu bo'ladi.
profil turi haqida profili nima degan savolni berasiz. Buni albatta yozib olasiz. Deylik 3 tasini chaqirtirdingiz, uyingizga o'lchattirdingiz, 3 ta balki 4 tadir chaqirtirdingiz, profilini yozdingiz. Nimadan? O'sha profili qaysi joyimga nimadan ishlatyapsan, menga detalni yozib ber ding. Yozib berdi profilini. Profilini yozgandan keyin uni keyin aksessuariga o'tasiz. Aksessuarlari nima bo'ldi? Romimiki qaysi aksessuar? Eshikdagi qaysi aksessuardan qo'yildi? Ruchkasi va petlasi va rezinasi, metali qanaqa? Aksessuar. Aksessuar deb yozamiz. Bu yerga so'roq belgisini qilib so'raysiz. Ikkita narsa bu eng kuluvchi joy. Endi uchinchisi oyna. Oyna turi hozir oyna turi juda ham ko'p. Qalinligiga e'tibor berasiz. 3.5 ligi ham bor, 3.2 ligi ham, sof 4 ligi ham bor, balki 5 ligi ham bor. Oynaning qalinligi qanaqa va qaysi davlatniki? Qozog'iston bo'ladi, oynagimiz, Rossiya bo'ladi, Quvasoy o'zimizniki bo'ladi. Oyna turi qaysi davlatniki, qanaqa holat? Uni bir-biridan farq qilishligi shaffofligida, tiniqligida, kачествосida oyna turida ham farqi bor. Shuni oyna turini berasiz. Hammasini o'zingiz uchun yozib chiqasiz. Nima-nimadan holatdan berdi, u sizga jo'natadi. Detalni hammasini yoz menga deysiz. Bularni hammasini sizga berdi. Endi keyingi qadam nima bo'ladi desiz, ozgina bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'ldingizmi bu yerda? Endi bu yerda ma'lumot brendini yozdingiz. Yana narigi chaqirganingizni ham brendini yozasiz. Misol uchun bu Engelbergdan hisoblab bergan bo'lsa, keyingi odamniki Aquaplastdan hisoblab bergan bo'lishi, keyinginiki termo bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi bu yerda profil turlari har xil chiqyaptimi? Profil turlari har xil chiqqandan keyin hammada narxi har xil chiqadi. Endi u yerda siz adashmangki, arzon monosi berdi deb turib qaror qabul qilishga. Nima uchun senda arzon, nima uchun unda qimmat chiqyapti degan holatni profil turlarini ko'rib chiqing. Balki sizga kimdir yaxshi narsa bo'lsin deb hammasini termo bergandir, termo hisoblagandir. Balki profilni sizga plastmassa emas, balki akfa bergandir, akfa arzon chiqqandir. Engelberg bu plastik seriyadan bergandir, PVH qilib bergandir. Shu yerda tafovutlar kelib chiqadi. Aksessuarlarni solishtirasiz. Romniki nima bo'lgan? Romda aksessuarlarida Turkiyaniki bor, Germaniyaniki bor, Rom aksessuarlari. O'zbekistonniki bor, Xitoyniki bor. Shunga qarab turib aksessuarlarni bilasiz. Bunga qarab buni ham narxi bir 3 xil chiqadi menimcha. 3 xil narx chiqadi bunda ham. Undan keyin oyna turlarini so'raysiz. Hammasini detalni bilgandan keyin ana qaror qabul qilishingiz keyin osonroq bo'ladi. Hammasini tarozini ko'rasiz. Siz eng muhim shu 3 ta narsani bilib oling. Profilini bilasiz, savol berasiz, aksessuar haqida savol berasiz va oyna haqida savol berasiz. Shuni detalni menga yozib ber desiz, imkon bo'lsa ular sizga video ma'lumot qilib tashlab bersin. Profilimiz manaqa turdagi profil. Misol uchun mana rom uchun sizga ishlatamiz. 6500 romidan ishlatamiz. 6500 romimiz shu ko'rinishda bo'ladi. Oynalarni 3 qavatgacha qilsangiz bo'ladi. Bu 6500 romimizning tashqi ko'rinishi, reznalari epidema, ichidagi metali birlik metal. Bu sizni romingiz haqida ma'lumot. Romingizni deylik spalniy xona, yotoqxona, detskiylarga shunga ishlatamiz romingiz uchun. Aynan shu romning ko'rinishi mana shu holatda bo'ladi. Shu 65 romimiz. Bu oddiy holat ochiladi va dvayni ochiladi. Buni mana ruchkasi Germaniyaniki, ichidagi mexanizmi bor. Bu mexanizmi Turkiyaniki. Shu haqida sizga detalli videolar tashlab beradi. Shu tashlab bersa, shu videoda olgan narsangiz sizga bu hujjat dokument bo'lib qoladi. Shu holatda keyin qabul qilib olasiz. Romlarni tushuntirib beradi. Endi kattaroq romlaringiz bor aka deydi. Kattaroq romlaringizga biz termodan ishladik. Ya'ni panorama romingiz bor. Panorama romga termo ishlatamiz. Ruchkasi italyanskiy ruchka qo'yamiz. Oshiq-moshiqlari, mexanizmlar italyanskiy bo'ladi. Buni termoni qalinligi misol uchun deyish mumkin 6,5 sm, 7 sm, 6 sm, balki 98 bo'lishi mumkin. Shunga qarab turib profilning termoligini aytadi va rangini aytadi. Keyin rangida ham adashib qolmang. Rangi mono holatda bo'lsa, ustida rangi laminatsiyaligi bor. U qimmatroq bo'ladi. Kraskadagi varianti bor. Bu sal arzonroq, budjetliroq chiqadi. Aynan shu svetda ikki xil rang bor. Xuddi shu rangda. Buni misol uchun katta panorama uchun termodan ishlatmasak bo'lmaydi. Sababi aka deformatsiya bo'lmaydi. Bu ikkala tarafi alyumin, o'rtasida kauchuk bor. Shuning uchun aka katta joyizga men termoni sizga tavsiya qilaman degan odam sizni o'ylagan odam bo'ladi. U narxni baland bersa, u narxi baland deb o'ylamang, chunki uchastka qilganingizda uyda orqaga qarashni tavsiya beraman hammaga. Nima qaror qabul qilayotgan bo'lsa, ortda
nech pul sarfladi shu darajagacha kelganda. Shuncha pul sarflab turib, aynan не только eshik rom, santexnika qildirishingiz mumkin. Suvoq patolog qildirasiz, elektr jihozlarini toklarida tortib yurasiz. O'sha holatga kelganda faqatgina tavsiya beraman, ortga qarang. Ortda siz nech pul sarflab qo'ydingiz? Deylik $40,000, $50,000, $100,000 pul sarfladingizda, endi shu yerga kelganda nimalarni qisishni kerak yo'q. Chunki sizning maqsadingiz, niyatingiz komfort va hamma narsalarni mustahkam qilib uy qurmoqchi bo'lib niyat qilgansiz. Shuning uchun hammasiga detalni yondashingizni so'raymiz. Misol uchun romlar bor. Engelberg romi. Engelberg romlarda hozir rasmda ko'rsatganim 2 metr 220 gacha qisqa bo'ladi. Misol uchun mana shu Engelberg romimiz. Bir tarafi двойной ochiladi, bir tarafi обычный ochiladi. Bunisi обычный holatda ochiladi. Endi xuddi shunda ham razmeri 2 ga 2 bo'ladi, narxi 3 xil chiqishi mumkin, balki 2 xil chiqishi mumkin. Nimasi bilan farq bo'ladi desangiz, tashqi ko'rinishida hech narsa sezilmaydi. Farqlari buni ichida solinadigan metal bo'ladi. Buni ichida solinadigan metal bor, 2ligi bor, 1,5lik bor, keyin flamim degan metal bor. Kattaroq agarda mana shu holatga misol uchun biz flamim metal ishlatganmiz. Ichida flamim metal u temirdan ko'ra baquvvatroq bo'ladi, osilib egilib qolmaydi. Shunga mana ichida flamim metal bor. Bu flamim metal to'liq qoplangan bo'ladi. Ichida o'rtasida rezinasi bo'ladi buni. Buni rezinasini kimdir qo'yadi, kimdir qo'ymaydi. Mana ichida o'rtada rezina bo'ladi. Engelberg 7000 seriyalarida o'rtada rezina bor. Va buni mana mexanizmi, mana Rotto brend yozilgan. Rotto Germaniyaning mexanizmi qo'yilgan, germanskiy. Bu mexanizmda Turkiyanikini qo'ysa bo'ladi. Mana bu ham Germaniyaniki. Buni rezinasi bor, epidem rezina bor. Issiqda haligi osilib qolmaydi, qishda qatib qolmaydi. O'sha taraflarini hammasini qiladigan bo'lsangiz, bitta romni o'zida ham где-то bir $70-80, balki $100 narx o'ynaveradi. Bir-biridan aksessuarga nisbatan. Shuning uchun yuzga chaqirtiring, o'lchating, ustaning mutaxassisligi holatini sinab ko'ring, eshiting, uni joyizga kelib chiqqan holatida tavsiya berishini eshiting. Sizga u realni vijdonan tavsiya qilyaptimi? Yaxshi zo'r narsalarni bu sizni o'ylayapti. Agarda bu yerga bo'laveradi, bundan qiling yoki arzonroq nima qilasiz, qimmat qildirib degan odam dushmaningiz bo'ladi, shuni bilib qo'ying. Chunki sababi siz u yashamaydi u yerda. Uyni bitta qursangiz, eshik romni 5 yil, 10 yildan keyin qayta almashtiradigan narsa emas. Shuning uchun qaror qabul qilayotganda hushyor bo'ling. Lutchi katta panorama joylaringizga mana bu Quattro degan romimiz bor. Bitta joyga kecha kuni qo'ygan, shundan deformatsiya bo'lib qiyshayib ketgan. Katta panoramalarga Quattro qo'yib, plastmassa qo'ygandan ko'ra o'sha joyingizga undan ko'ra aka bundan ham arzoni bor. Oddiy mana bu Aldox profilimiz bor. Aldox qo'yib qo'yganingiz 1000 marta yaxshi. Chunki bu deformatsiya bo'lib qiyshayib ketsa, bundan battari yo'q. Lekin bu qiyshaymaydi, lekin undan ham arzon tushadi. Luch undan qo'ydirgandan ko'ra eng arzonini tanlab qo'yganingiz yaxshi. Chunki bunga nisbatan qiyshayib, egilish, unaqa narsalar kuzatilmaydi. Bundan ham arzon chiqadi. Agar rosa ham arzonni xohlayotgan bo'lsangiz. Endi ilmiga asoslanib qilinadigan bo'lsa, termoda, misol uchun Akfa'da termo bor. Termo turini 3 xil, 4 xil bor. Imzoda bor. Misol uchun 65 bor, 78 bor, 105 bor, bizda 70 bor, 57 bor termoni. Termo deganda boshqa firmaning ham termolari bor. Faqatgina Akfa'da emas, boshqa firmalarda ham termo romlari bor. Ular ham Luchima plastmasidan ko'ra yaxshiroq xizmat qiladi. Chunki hozirgi zamon nimasida 2026-27 da beryapti prognozida panorama katta joylarga eshik romlar qo'yish hozir urfga aylanib ketdi. Katta qo'ydirdingizmi, обязательно uni deformatsiyasini, ertadan keyingi holatini o'ylang. Shunga qarab turib, yangi uy qurayotgan bo'lsangiz, yangi uchastka qilayotgan bo'lsangiz, razmerni ham shunga rozi bo'lgan holatida tashlab keting. Shunga shu joylarga e'tibor bersanglar, inshaalloh yana ham podrobniy tushuntirishim uchun men pastda sizlarga nomer qoldiraman. Bexijolat telefon qilsanglar bo'ladi. Telefon qilsanglar, do'stona, vijdonan shu ilmimdan kelib chiqqan holatida sizlarga zo'r takliflar, maslahatlarini beraman. Sog' bo'linglar.